Короче, bu narsa men ko'chani o'rtasida video olibman. Mayli, men hozir ozroq o'ynab Ronald Pictures'ni ochdim. Bu Ronald Pictures'ni ochish uchun shu mana bu jahon chempionligiga yutish kerak edi. World Championship. Ya'ni mana bu. Men boshida mana Qorovoy bilan jahon chempionligini yutdim. Shuni o'ylab вообще qiyin bo'ldi. Zato men Ronald Pictures'ni ochdim. Agar Ronald Pictures'da World Championship'ni olsam, men Zdismen ochadi. Zdismen eng kuchlisi hisoblanadi va buni olgandan keyin boshqalarni ochishga вообще hojat qolmaydi. Aytgancha, mana Albertni ochish uchun jahon chempionshipini ochish shart emas. Shu yerda harakatlardan breaklardan ko'proq qilsangizlar nima qiladi? 200 ta qilish kerak. Men hozir 98 ta qilib qo'yibman. Shuning uchun hozircha ochilmadi. Keyin ularni kreditlarga sotib olasizlar. Kreditni o'yinlarda ham beraveradi, boshqa ham beradi. O kreditni yig'ish uchun asosan mana ingliz modlari o'ynashingiz kerak. Shunaqa 5 ta qilsangizlar 5 ta kredit qo'shib beraveradi. Ammo bitta shartda 5 tadan bitta ham kam bo'lmasligi kerak. Yo, what's up? Qotil. Tinchgina botlar ham surib olgan. Yo, mana bitta bo'ldi. Yo, ikkita bo'ldi endi. Yo, saqol. Mana 5 ta kredit qo'shildi. Sababi mening nomimni zarba berilgan bunga. Farqi yo'q menga endi. Yaxshigina qochib olsanglar bo'ladi. Hammasi endi sizlar bilan yo yana boshladi shunaqa baglarni. Orasida shunaqa baglar bo'lib turadi. Endi dasmodga kirib bitta o'ynab olsanglar bo'ldi. O'ynash ham shart emas. Siz kirib chiqib ketaverasizlar. No o'ynaysiz, kelsa o'ynaysizlar, bo'lmasa farqi yo'q. Xo'sh, hozir men bilan Temur bilan o'shamiz. Oldin ham shuni nima qilganim, bir jang qildim. Yo'q. Kursim ham boqqa tegdi. Regan shati, o'tda kurs bormi yo'q ko'ramiz. Bo'lmasa bunga yo'q bor ekan. Bu bacha kuchimiz yetadi. Mana qilamiz. Yo'q. Menga po'xol bilyapti. Sarum, men bunaqa narsalar вообще qilib tashlayman. Xullas, bu yerda mana bonk ekamizni ko'ramiz. Yo'q, reklam chiqib ketdi, uzr. Ice cream made. Ekran bo'lgan uchun mana bonk ekamizni ko'ramiz. Demak, hozir Jupiter akamiz bilan jang qilamiz. Jupiter shu vaqtda bonk bizlarga nima otadi? Kurs otadi.
va o'yin shu yerda tugaydi. Yana bitta otishga qo'yamiz. Bo'ldi, chiqib ketganidan tugaydi. Mana. Yo'q, hozir 8 bo'libdi. Powerni kuchaytirib olamiz. Qolgan narxi 165 qilib olamiz. Bu 7-kun. O'zini yo'q qilishini kutib turamiz hozir. Yo'q, bag'ib qoldi. O'zamiz kutib turamiz. Yo, mana ikkinchi o'rnini ham yo'q. WhatsApp. Jigarlar. O'z qo'limizga biz oyog'i bilan tushdi. Biz hozir o'zimiz stadion championshipimizni oldik. Nima hozir mana menejer akamizla gaplashgandan keyin yangisi boshlanadi. Ortiqcha shovqin uchun uzr obunachilar, lekin hozir men katta yo'lning yaqinida yuribman. Men oldinlari aytganim, men ko'chada video olyapman. Ko'ramiz hozir. Mana akalar nima qildik? Mana u yerda mana shoh. Keyin National Championship o'ynaymiz. Bu yerda mayli shu bilan bugungi videomiz tamom. Ortiqcha megabayt bo'lsa, вообще xotiraga sig'may YouTube'ga qo'ya olmasligim mumkin. Xayr, obunachilar, hammaga sog' salomat bo'lsin.